Voy, o'rtoq, olgin, ana salatlardan ollaring. Toshkentda shuncha ish turganda sen ham uzoq Botir Achchosh chaqirganingni qara. O'rtoq, bunaqa demasin-chi, mana achu sho'ridan chiqib shamollashga zo'r bo'ladi. Menga gap bordi, bu yoqqa chaqirgansan. Meni anta soqqali ishli kutib turibdi. Maqsad bu. Shaharda kafe, restoranlar yo'qmidi? Chaqirgan joyini qara. Voy, o'z sanli namichi bir ishli to'kis bo'lib ketdilar-ku. Sen menga osh yegan, achu oshni keyin bilasan nima ekanligini. Ol. Oshku mayli kelishga arziydi. Sen ishdan gapir, bankrot bo'lib qolmading, ish qilib. Bir tiyin puli yo'q paytda odamni bunaqa qiynama. Bo'ldi, ish qo'ylaring. Eslaringda bo'lsa, Salla bilan sinfdoshmiz. Ahror, o'rtoq, ishlaring ham yurishib ketibdi. Omadingni bersin. Maktab paytli esingdami? Darsdan keyin yo kontriga, yo futbolga yig'ib ketarding. Qanaqa paytli-a? To'g'ri aytsan o'rtoq, u paytlar g'am tashvishlar bo'lmagandek. Botir o'rtoq, esingdami? Kimyoxonani portlatganing? Sandaki bor-ku. Butun sinf xona tozalaganmiz. Kimyoxonasi esingda ekan, gap yo'q o'rtoq. Lekin hayot tashvishlari miyani portlatyapti-da o'rtoq. Sanjar, sen esingdami? Maktab payti birinchi sumaliga, birinchi choyxonaga ham hammani yig'gansan. Oqibatda birinchi o'ringa qo'ygansan. To'g'ri aytasan. Ancha katta bo'lib qolmiz. O'zimizdan ortmaydigan bo'lib qolmiz. Sinfdoshni nimaga aql bo'ladi? Ularning o'rtasida na pul, na hayot tashvishlari, na qiyin kunlar rol o'ynamaydi. Ular doim bir-birini paddashga qiladi. Ish hech qachon tugamaydi. Lekin 5 kunlik dunyo o'tadi-yu ketadi. Shu 5 kunlik dunyoda didor g'animat yig'ilib tursa, nima deysizlar bolalar? Shu videoni hech bo'lmasa osh bahona, choyxona bahona yig'ilib turadigan yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Eslab yuraylik maktab chog'larni.